oxirgi 10 yilliklarda ijtimoiy tarmoqlar juda rivojlandi. Ovchilar bisyor. Qanaqa ovchilar? Odam ovchilari, ong ovchilari juda bisyor. Ana o'sha odam ovchilari, ong ovchilari, e'tiqod ovchilari, qadriyat ovchilaridan kelayotgan avlodni imkon qadar himoya qilib qolish. Imkon qadar. Bundan oldin 30 yil oldin bir odam bir fikr bilan kelsa, bir g'oya bilan kelsa kelardi. Salla-yu chakmon kiyib kelardi. Qo'lida hassasi bo'lardi. Atrofida 20 ta odam bo'lardi. Uni hamma ko'rardi. Uni so'zini hamma eshitardi. Uni so'ziga ko'plab odamlar oshno bo'lardi va ustozlardan so'ralganda ustozlar uni saragini sarakka, puchagini puchakka chiqarib berardilar. Hozir na tun, na salla, na shakl, na yuz, na chehra, ammo odamiy zotga changal solayotgan ijtimoiy tarmoqlar bor. Bularning salbiy ta'sirini hammamiz ko'rib turibmiz. Qadriyatlarimizga qattol dushman, insoniy bag'rikenglikka qattol dushman, tasavvufning asosiy g'oyalariga qattol dushman. Xohlagan so'zlarini aytadilar. Bu markazdan va bunday ilmiy markazlardan asosiy maqsadlardan bittasi mana shu jaholatga qarshi ma'rifatni yangi bosqichga, ijtimoiy tarmoqlar bosqichiga ko'tarishdan iborat bo'ladi.